Bismillahirrohmanirrohim. Kafirun surasi. Qul ya qul lamiga e'tibor beramiz. Qalqala bo'lib qolmasin. Ya da bu yerda ham ya ayyuhal bo'lib mad munfasil kelyapti. Ya ayyuhal nimaga bu mad munfasil desa, mana bu yadan keyin o'zi bitta alif yozilishi kerak. Ayyuhada yana bitta yozish kerak. Ikkalasini o'rniga bitta yozib qo'yilgan. Qul ya ayyuhal. Ya o'zi ey degan. Ayyuha ham ey degan arab tilida. Ikkalasini ham alohida o'zi alifi bor. Ma'da endi ikkalasini bitta qilib qo'ygan. Qul ya ayyuhal mad munfasil bor. 4 harakat cho'zish kerak. Ha da yana bitta alif bor. Ya'ni alif mad bor. Hal kafirun ayyuhal demasdan lamni sukunini beramiz. Kafirun kafdan kelgan mana kichkina alifcha mad tabiiy turibdi. 1-2 deguncha cho'ziladi. Kafirun oyat oxirida kelayotgan mad mana vov. Buni ham 2 dan 6 gacha ixtiyoriy cho'zsa bo'ladi. Ya'ni xolasiz 2, xolasiz 4, xolasiz 6 deguncha cho'zsa bo'ladi. Yokida 5 gacha. La bu yerda ham mad munfasil kelyapti. La a'budu 4 harakat cho'zish kerak. Ma da yana kelyapti. Aynni sukuniga e'tibor beramiz. A'budu birinchi a keyin ayn. A'budu madan keyin mad tabiiy. Ta'budun mana oxirida vov mad kelyapti. Bu ham ixtiyoriy 2, 4, 5, 6 gacha cho'zsa bo'ladi. Ta'budun demasdan ta'budun deymiz. Wala antum bu yerda ham mad munfasil 2, 4, 6 ixtiyoriy cho'zish. Antumda ixfo kelyapti mana. Nunni t'da chiqadigan joyga yashiramiz. Antum abiduna aynan keyin mad tabiiy kelyapti. Ma a'bud madan keyin mad munfasil. A'bud da sukun bilan to'xtayotganimiz uchun qalqala berib to'xtaymiz. Wala da yana mad munfasil kelyapti. Ixtiyoriy 4 harakat cho'ziladi. Ana da e'tibor bersanglar alif ustida mana ichi bo'sh sukun turibdi. Ichi bo'sh shunaqa to'maloq sukun kelsa, bu yerda nima bo'ladi? Cho'zmaysan degan belgi bo'ladi. Chunki ana nundan keyin o'zi alif kelyapti-yu. Alif kelsa cho'zishimiz kerak. Lekin bu yerda bu cho'zadigan alif emas degan belgida mana shunaqa ichi bo'sh sukun qo'yib qo'yadi. Wala ana abidumda aynan keyin alif mad bor. Abidumda idg'om kelyapti, ya'ni tanvin mimga yo'l qo'yapti. Bir-biriga kirgizib yuboramiz va mimni tashdidini g'unna qilib ushlab turamiz. Abidum ma abadtum 4, 5 deguncha sanab qo'limizni ushlab tursak bo'laradi. Abadtumda e'tibor bersanglar d xira qilib yozib qo'ygan. Ya'ni ikkita mahrajda chiqadigan joyda bir-biriga ashuna bitta joydan, juda yaqin joydan chiqadigan harflar bitta joyga kelib qolsa, shunaqa bir-biriga kirib ketadi. Abadtum bu yerda mana d kirib ketgan. Wala antum bu yerda ham mad munfasil. Antumda ixfo, ya'ni nunni t'ga yashiramiz. Abiduna da aynan keyin mad tabiiy. Duna daldan keyin ham vov bor. Ma a'bud madan keyin yana mana mad munfasil kelyapti. Qizilda ham belgi qo'yib qo'ygan, to'lqin belgi ham qo'yib qo'ygan. Ma 1, 2, 3, 4 deguncha cho'zib olamiz. A'bud qalqala. Lakum dinukum. Lakumda ham mimni sukunini to'liq beramiz. Dinukumda daldan keyin mad tabiiy bor. 1, 2 deguncha cho'zamiz. Dinukum mimni sukunini beramiz. Waliyadin. Waliyadin emas. Ko'pchilik waliyadin deb qo'yadi, lamga sukun berib qo'yadi. Yo'q, waliya lida tagida kasrasi bor. Mo kasra mo lamdagi, waliya mo fatha mo yadagi. Waliyadin. Dedan keyin tabiiy mad bor. Tabiiy madni oyat oxirida kelayotganda sal ko'proq cho'zsa bo'laveradi.